Qabr so'zlagan tarix. Abduvali Ayub. Mahallamda bir qabristonlik bor. U yerda kishilar mangulik oromga ketgan. Parischada qabristonlikni oromgoh deydi ekan. Nurg'un odam bir umr tirishib, tirkishib va telib charchab, odoqqa minutlarda hatto qayerga ko'milishigimi qaror berolmagidek holga tushib, o'lib ketadi. Minglagan kishilar ko'milgan bu qabristonlikda manga faqat birla odam bordek tuyuladi. Her hayitda bir top kishi bu yerdagi shu bir Uyg'urning beshida duo qilamiz. Balalarga marhumning hikoyasini aytamiz. Bu Qurbon hayitda kelibmi marhum yotgan qabrga qarab xiyolga ketdim. Qabri turkcha qo'pirilgan. Qo'shnilardan farqli holda Uyg'urcha beshikning shakli kirgizilgan. Shahidona Xotanda tug'ilgan bu Uyg'urni ormonlar ikki dengiz orasidagi yarim orolga, ikki qit'da lavlashgan bu tuproqqa uchirib kelgan. Anqaraga dafn qilingan bu kishi bundan 84 yil burungi bir e'tiyozda ikki inisini Qashqarga dafn qilgan. Qashqarning qishi oz, sovuqi e'tiyoz deyishidi. Shu yili Qurbon hayit bordi kelgan ekan. Marhumning janggohlarda Amir Sohib va Shoh Mansur atalgan Nurahmat va Abdulla degan ikkinisi Yangsar sepili ichida mudofiada edi. Shaharni elish uchun tirkishayotgan tajovuzchi Tungan armiyasi hayitdan burun shuncha zo'riqibmi yigitlarimizga tang kelolmagan edi. Hayit kuni g'aflat bosdi. Bu ikki taqvodor qo'mondan Muborak hayitda urushni ravo ko'rmadi. Ular Qurbon hayit kuni Tunganlarni bizdek hayit namozi o'qiydi, qon to'kmaydi deb Uyg'urcha tasavvurda dushmanni musulmon deb tonidi. Fojia mana mushu xiyol bilan qonab ketdi. Iroda mushu ong sabablik erib ketdi. Askarlar hayit xushalligiga cho'mgan. Yangsar Uyg'urlari bilan namozga turganda qiyomat qoyim bo'ldi. Tajovuzchi Tungan qo'shini qurolsiz askar va begunoh xalq ustiga ajal quzg'unlaridek tashlandi. Haftalarcha davom qilgan urushda dushmanga yuzlanib turgan damlarda yanglib baxmagan shir yurak xotin azimatlari Allohga yuzlanib namoz o'qiyotgan maydonda ujmidek to'kilib ketdi. Yangsarni qo'g'dashqa qo'mondonlik qilayotgan aka-inlarning boshlari sepilga esildi. Xotinni bag'riga bosgan Yangsar badalni jon bilan o'tdi. Abdulla va Nurahmatning qo'shiniga nom bergan Yangsarlik otining beshi kesildi. Suv bergan Yangsarlik onaning ko'zi uyuldi. Bundan 84 yil burungi Qashqarning e'tiyoz fasli bu saboqni yulg'unning tuyiga ko'mdi. Qumlarga yezib, to'g'raqlarga o'yib qo'ydi. Anqarada ko'z yumgan bu zot bundan 71 yil burun Urumchida edi. Tomuz oylarining bir kuni u yarshimliq burut qo'ygan, xushchiroy, g'uljuliq bir kishi bilan Oq masjidda billa juma o'qidi. Qaytishida uning esida suhbatda deyilgan "G'oyang vositangni oqlaydi" degan so'z saqlanib qoldi. Bu so'zni aytquchi Ahmadjon Qosimi edi. Gerçi bundaq ma'noni bildiradigan jumlalar ko'p bo'lsa-mu, Ahmadjon Qosimi bu so'zni italiyalik Machiavellining kitobidan o'qiganligini aytdi. Yusuf Xos Hojib undaq demagan edi. Buni vosita tanlamaslik deb tushunganda Hazratim qabul qila olmaydi. Ammo Hazratim buni ruslar bilan qilinayotgan hamkorlik, kommunizm lageri bilan bo'lgan aloqa to'g'riliq parang'i bog'lab tushunib, nafsiga g'oy berdi. U shu yili Xotanga saylamni ko'zdan kechirishga borganda Ahmadjon degan bu gap tuyuqsiz esik kelib qoldi. Xotan Uyg'urlari uning salla, soqol va to'nsiz qiyofatiga qarab ko'zlariga ishonmadi. Hazratimning yanada birga kelgan yopqa ko'ptiliq, shlapalik ayolga qarab, ayollar yaqinlarini tishlashdi. U oldiga chiqqan o'qimishliq taliblarning gapini anglab, burutni tushirib, soqolni qo'yib bo'ladi. Ahmadjonning "G'oyang vositangni oqlaydi" degan gapi esik kelib, jur'atlanganmi bo'ldi. Ammo o'zi yillardan beri ko'zga surgidek bo'lgan bu dindor, sodda, fidokor xalqning e'tiqodini vosita qilg'isi kelmadi. Hazratimning Urumchida o'tgan kunlari uni ko'proq ichin tinglab o'ltirib ketadigan qilib qo'ygan edi. Bir tarafda butun dunyodagi ezilguchilarni kommunizm qurib qutqizish sadolari yangrasa, yana bir tarafda Sharqiy va G'arbiy Turkistonni bir gavda qilgan Buyuk Turkiston qurish g'oyasi chang chiqaratdi.
Bütün dünya musulmonlarni birlashtirib quradigan xalifalik uchun tortib, shariatni tiklamekchi bo'lganlarmi jiddiy harakatda edi. Tungan general Ma Chinshandan umid kutganlar xalifalik qurilib, chegaraning Makkaga tutishib ketishini bekrak orzu qilatdi. Hazratim xalifalik tarafdorlari, kommunizm mastanlari va turkistonchilarning ichida ta'sirini saqlab kelayotgan edi. Bu üç iqimning yig'ilishlardagi qizg'in munozirdan umidlangan Hazratim uyiga qaytar yo'lda ko'vrikda jug'lishib qimor o'ynayotgan ishsizlar, Xitoylar ochgan qovoqlardan jilmayib qarayotgan yog'liqliq qo'y ko'zlar, ko'chlarda o'rislar tashlayotgan sigaretni talishib bo'g'ishayotgan bolalarni ko'rib ezilib ketdi. So'rinlarda vaz aytayotganlarning chaponlarini soldirib olib, Madkor bozorida sovuqdan bugdaygan kishilarga tarqitib bergisi keladi. Qumuldan Qashqargacha ziyolilar ichida biz turkmi, uyg'urmi deb talishayotgan kishilardan uning sen odam bo'la oldingmi, sana odam bo'lish huquqi berildimi, sen odamdek yashayotdamsan deb so'rab boqqisi keladi. Rahmatlikning umri bo'lgan bo'lsa, bu munozirning biz uyg'urmi, musulmonmi degan yangi nusxada bozorga chiqqan kunlarni ko'rgan bo'ladi. Məsələni yançuqdakı bir təngining ikki yüzü şəklində emas, kecha bilan kunduzning qarshiligida tushunadigan kishilarning nemishqa azaymay ko'payib ketganligini tushunolmagan bo'ladi. Hazratim bo'lgan bo'lsa, jahonning Hasan Husandek rangdorligini, birlikning xoliq Allohga, ko'p xillikning maxluqqa xos ekanligini go'zal misralar va mantiqliq bayonlarda yashgan bo'ladi. O 1949-yılı baş küzdə Tungallar bilan xaliflik qurishni, Xitoylar bilan qurdigan avtonom rayonda yashashni, o'zi o'ylagan nör Sharq Turkiston g'oyasini ahliga sig'dira olmadi. O yolqin chachadigan tabliğlar bilan bu millatni qurollandira oladi. O avomni vaz bilan qo'zg'ashga yana qodir edi. Ammo davlat qurib boqqan bu kishiga xalqni vaz orqali qo'zg'atgan bilan hokimiyatni vaz bilan elish ve tutup turuşunun təsirliki aydın idi. Şundaq qilib Urumchi oxiri dunyoda ezguchi ve ezilguchidan iborat ikki xil kuch bor deb qaraydiganlarning qo'liga qoldi. Ular o'zini ezilguchi Uyg'urning vakili deb qaraydi. Vatandagi insonlarni turk yoki Uyg'ur deydiganlar Turkiyaga, odamlarni musulmon yoki Xitoy deb ikkiga ayirib tasavvur qiladigan kishilarning bir qismi Arabistonga safar qildi. Ketmey qalğanlarning vakillik salohiyatini Xitoy yo'q qildi. 1949-yılı 1 oktyabr yangi kelgan qizil hukumat kishilar ko'nib ketgan musulmon Xitoy tasavvurini buzib qo'yatdi. Sovetda qilingandek kishilar tizimga ilinib, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz bo'yicha avtonomiyalar planlandi. Ulug' Turkiston orzusini va Uyg'urga oliy muxtoriyat, ya'ni avtonomiya xiyolini surayotganlar noiloj Pamirdan nalqib, vatan uchun vatandan ayrildi. Merhum bu karvanda meş'al idi. Dada, bu bovimizning bizdek nevrilari yo'qmi? Nimishqa har hayitda bizlar kelib duo qilamiz? Nimishqa ular kelmaydi? Qizimning tuyuqsiz so'rgan savoli meni xiyollardan uyg'otdi. Buni bilmaydiganman balam, balkim bor bo'lg'iydi. Ammo mush kelgan hammamiz uni bovimiz deb bilamiz. Nimishqa desang, bu bovang bo'lmagan bo'lsa, mush yerdagi hech birimiz faqat ota-onamizning ota-onasini bilib, necha ming yil burunqi ulug' bova va mo'mlardan xabarsiz qolgan bo'lardik. Bu qabrda yotgan bovangning aytishicha, burun Tangirtog' deb bir bovay va Tarim degan bir mo'may bo'lib, uning G'ulja, Qashqar, Kucha, Xotan, Korla, Urumchi, Turpan, Cho'chak, Oqsu, Kucha, Yarkent, Artuch, Qumul degan navralar bo'lgan ekan. U bizga uzun yillar burunqi mo'mimiz va bovimizning hikoyasi yozilgan kitobni qoldirib ketgan. Shunga uning ruhiga duo qilamiz deb javob berdim. Qizim alqonlarini juplab duoga qo'l ko'targan holatda ko'zimga texim suyimlik ko'rinib ketdi.